Hammaga assalomu alaykum, qadrli Manchester United muxlislari. Ikkita yangilik bor, bitta yaxshi, bitta yomon. Xo'p, ikkalasini ham menimcha ko'pchilik ko'rib bo'ldi, lekin hali so'z o'rnida va o'zim fikrimni ozgina bildirib o'tib ketaman. Xo'p, mayli, yaxshisidan boshlaymiz. Yaxshisi Ederson transferi hal bo'ldi. David Ornstein, Fabrizio Romano barcha insayderlar buni tasdiqladi. Transfer 35 million funt va 3 million 800 bonuslar evaziga hal bo'ldi. Bu degani umumiy paket 38 million 800 ga, ya'ni Ederson transferi aylanyapti. Shartnoma 4+1 ko'rinishida imzolanadi va iyul boshlariga, ya'ni bu oyda emas, iyunda emas, iyul boshlarida e'lon, ya'ni rasmiy e'lon bo'lishi kutilmoqda, chunki Manchester United xarajatlarni keyingi moliyaviy yil hisobiga kiritishni xohlayotgan ekan, ya'ni bu yilning hisob-kitobiga emas, keyingi mavsumning hisob-kitobiga kiritish uchun iyulda transfer rasman e'lon qilinadi. Hozircha 1 oy endi rasmiy e'lonni kutib turamiz. Tibbiy ko'riklar hammasi o'tgandan keyin iyul boshlariga Ederson transferi rasman e'lon qilinadi. Birinchi transfer hammamizga muborak bo'lsa, menimcha Ederson yaxshi transfer bo'ldi va summasi ham juda ham adekvatniy. O'yinchi ham juda yomon o'yinchi emas. To'g'ri, A Seriyadan kelayotgandir, lekin braziliyalik o'yinchilar ora-orada chiqib qolmasa, lekin ko'pchiligi baribir yaxshi bo'ladi. Yomon yangiligimiz Andre Onana Manchester Unitedga qaytdi va yozgi tayyorgarlikni Michael Carrick jamoasida birga o'tkazishi ma'lum bo'ldi. Bu haqida Fabrizio Romano ma'lumot berdi. Romanoga ishonadigan bo'lsak, Onana yozni Manchester Unitedda o'tkazadi. Xo'p, yana Romano yana qo'shimcha qilgan, ya'ni Trabzonspor yana bitta ijara xohlayapti. Ya'ni keyingi yilgacha yana ijarani xohlayapti. Mayli, ular bilan kelishuvga erishish kerak, faqat shart qo'yish kerak. Endi sotib olish sharti bilan, ya'ni shu ijara tugagandan keyin Onanani sotib olish kerak va oyligini ham menimcha ko'p qismini Trabzon to'lab berish kerak deb o'ylayman. Endi 1 yil o'tkazdi, menimcha ularning ishonchiga kirdi, ularga yoqibdi, chunki yana ijara taklif qilyapti. Endi balki puli yo'qdir, lekin agar sotib olmoqchi bo'lsa ham unaqa qimmat bo'lmasdi, Onanani bilmadim. Ijarami farqi yo'q, qanaqasiga bo'lsa ham qutulsa tezroq bu o'yinchidan, bu darvozabondan nur ustiga a'lonir bo'ladi. Ederson transferidan keyin endi Manchester United Mateus Fernandes tomon harakat qilishi kutilayotgan ekan. Fernandesning narxi qimmat so'rayapti, lekin bu narxni Manchester United sindira olishiga ishonyapti, chunki West Ham Championshipga tushib ketgan. Ular bir 70 million narxlayotgan ekan, lekin Manchester United 40, maksimum 50 million taklif qilishi kutilyapti. Ko'ramiz voqealar rivojini. Bitta transfer hal 99%. Mateus Fernandesdan keyin menimcha asosiy maqsadlarga intilinadi, yo Sandro Tonali yoki Elliot Anderson. Endi bular jahon chempionatidan keyin bo'ladigan ishlar. Muhimi pochim bor. Eng muhimi shu, bitta transfer qilib olindi, jami vohma bo'lib ketmaydigan darajada bo'lsa ham transferimiz bor va qolganlarini endi kutib qolamiz. Mana shu mavsum boshlanguncha hamma transfer hal bo'lsa, menimcha zo'r bo'lardi, chunki 22-avgustdan APL start oladi. Aynan shu vaqtgacha hamma maqsadlarni hal qilib olish kerak, hamma transferlarni hal qilib olish kerak. Oxirgi kunlarga menimcha taqash kerak emas. Kutamiz, ungacha ham hali 2,5 oy bor. Menimcha bemalol ulgurishadi. Shu jahon chempionati ozgina to'sqinlik berishi mumkin, lekin jahon chempionatida o'ynamaydigan o'yinchilarni bemalol bu vaqt oralig'ida hal qilib qo'ysa kerak.